Assalomu alaykum aziz muxlis. Ham san'atda, ham biznesda omadi chopgan o'zbek shou biznes vakillari. Parizoda raqs maktabi asoschisi. Parizod respublikadagi birinchi raqs maktabi bo'lib, ko'plab qobiliyatli raqqosalarni yetishtirib kelmoqda. Yulduz Usmonova tuxum fabrikasi va xususiy klinika asoschisi. O'zbek primadonnasi Yulduz Usmonovaning Navoiy viloyatida joylashgan Yumurta nomli tovuq fermasidagi tovuqlar xonandaning musiqalarini eshitib tuxum qo'yishar ekan. Tuxumlar asosan Navoiy bozorida sotiladi. Sitora Alimjonova ko'pchilik Gollivud yulduzlari kabi o'z kosmetika brendiga ega. Sidora tabiat bilan hamnafas Koreyada ishlab chiqariluvchi aktrisaning opasi Dildora Hoshimova bilan birgalikda asos solingan kosmetika brendi. Rayhon Asadova ham o'zi kabi nafis kiyimlar yaratadi. Nafisim Uz butun dunyo bo'ylab yetkazib berish imkoniyati mavjud bo'lgan shaxsiy kiyim brendi. Zamira Beshimova o'z sohasidagi bilganlarning boshqalarga ham o'rgatishni afzal ko'rdi. Talent Project bu 4 yoshdan 17 yoshgacha bo'lgan bolalarga aktyorlik mahoratini va bundan tashqari vokal, raqs va sahna kurashini o'rgatuvchi loyiha. Munisa Rizayeva mehmonxona, turfirma, to'y va tadbirlarni tashkillashtirish xizmati hamda halol kosmetika brendiga ega ko'p qirrali ayol san'atkorlardan biridir. Feruza Normatova aktrisa, bloger va kiyim do'koniga egasi. 2023-yildan buyon onlayn formatda faoliyat yurituvchi do'kon bo'lib, Italiya va Dubay matolaridan tikilgan kiyim hamda ro'mollar bilan ayollar qalbidan joy oldi. 13-mayda esa do'kon ko'rinishda ochildi. Nilufar Usmonova do'kondor, qo'shiqchi. Mikasa Bayney ayollarbob do'kon bo'lib, u yerda idish-tovoqlar va uy uchun turli xil dekorlar sotiladi. Shahzoda Muhammedova serqirra biznesmen. Aktrisa, boshlovchi, dizayner Shahzoda moda va dizayndan ta'lim beruvchi Shahzoda Fashion akademiya asoschisi hisoblanadi. Bundan tashqari Milano Carter nomli ona va qiz uchun individual kiyim tikuvchi atelye ham unga tegishli.